Grisha kasalligi o'zi nima? O'zbekchasiga churra deyiladi. Disk chiqib, nervni ezib qo'yishligi va klinik simptomlar bilan bo'lishligi grisha deyiladi. Bo'yin grijasi, ko'krak umurtqasi, bel umurtqalari grijasi farqlanadi. Qayerda bo'lishiga qarab farq qiladi. Masalan, bo'yin grijalari to'g'risida gapirsak, bo'yin grijalari qo'llariga og'riqlar, uvishlar, bosh og'riqlari, quloqda shovqin, bosh aylanishi, ko'z xiralashishi, shunga o'xshash belgilar beradi. Ushbu kasallikning kelib chiqish sabab va omili nimada? Kelib chiqish sabablari hayot tarziga bog'liq bemorlardir. Hazil qilib aytamiz, dangasa odamlarda yoki o'ta ko'p mehnat qiladigan odamlar. Dangasa odam deganimiz qaysi? Aqliy mehnat bilan ko'p shug'ullanuvchi insonlar, chevarlar, shofyorlar, davlat ishchilari, ko'p o'tirib ishlaydigan insonlarda kelib chiqadi. Ikkinchisi, og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi, og'ir yuklamalar bilan shug'ullanuvchi bemorlarda kelib chiqadi. Grishani operativ yo'l bilan davolash shartmi? Darajasiga qarab turib tanlanadi davolash taktikasi, davolash yo'nalishligi. Qachonki operatsiyaga ko'rsatma bo'lsa, qilinadi. Bo'lmasa konservativ, ya'ni muolajalar yordamida tig'siz davolash mumkin. Ushbu kasallik bilan og'rigan bemorlarga qanday tavsiyalar beriladi? Grisha hammada bo'lishligi mumkin. Grishaning yomon tomoni asoratlari, ya'ni u falajliklar keltirib chiqishligi mumkin. Bel grijalari ko'p uchraydi. Peshob ushalmasligi yoki ushlalib qolishligi, oyoqlar falaj bo'lib qolishligi, asoratlar ozib ketishlar, qo'l yoki oyoqdagi falajlar kelib chiqishligi mumkin. Shu asoratlarni davolab bo'lmaydi. Asoratlargacha bo'lgan davrda albatta murojaat qilish kerak asoratdan oldin.